Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilar. Mana hozir Navoiyga ketyapmiz. Bitta mishalka tandir ham oldik. Bitta apparat ham qo'yamiz. O'zimiz do'kondan olamiz. Xohlasa mana shu aytishgan edi. Biznes qilaman, novochilik qilaman deb do'konim bor ekan. Mana shu eltib beramiz. Xohlasa borib o'rnatib, uстановка qilib, tandirda ham o'rnatib beramiz. Tandir pul shaka bilan mana bizni kuzatishda davom etsalaring ko'rib boraverasizlar. Xohlasa. Osoring usta. Kimga mana shunaqa kampirlik, novxona qilib berish yoki o'sha ustanovkalar kerak bo'lsa, tandir, mishalka, noyasi degan apparat. Aloqaga chiqaverasizlar kelar. Apparatlarimiz bor mana. Tayyorlari. Tandirimiz mana garilkasi ham bor. Mana apparatga boramiz mana. Bu tayyorlari ham bor. Qoliplarimiz ham bor. Bittaligimiz ham bor. Pastda nomerlar qoldiramiz akalar, aloqaga chiqsalaring, narxlarga kelishgan holda O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Qo'shni davlatlarga Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Rossiyaga ham beramiz. Через kargo orqali ehtiyotini qilib olib borib berishadi shopir akalar. Gazini bosamiz akalar. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilar. Assalomu alaykum Navoiy akalar. Mana biz Nurotaga keldik. Ular tandirda ham qurib o't yoqishyapti mana. Tandir tayyor. O't yoqib oqartirib beriladi. Apparatlarda ham uстановка qildik. Hamma joyda. Mana. Kompressor 5 shumli 2 motorli 50 talik. Bitta apparat. Mishalka, xamir mishalka 50 kiloli. Avtomatik o'z sentrini topib ishlaydi. Garilkalarni ham aytishgan edi, komplekt olib keldi, garilkasini ham. Akamiz o'sha novochilik biznesini qilaman deb aytishgan ekan. Mana shu holatda tayyorlab komplekt olib keldik. Tandirlar bilan komplekt. Akalar kimga mana shunaqa xizmat kerak bo'lsa, kim shunaqa novochilik biznesini yo'lga qo'yaman desa yoki joyi bo'lib turib o'sha qanaqa biznes qilayin ekan deb o'ylanib o'tirgan bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, maslahatini beramiz. Mashina novochilik biznesini yo'lga qo'ysalaring bo'ladi. Joylaring bo'lsa, elektr, yoqilg'isi endi nonni pishirish propanga uстановка qilsalaring ham bo'laveradi. Bitta apparat bizdan, mishalka bizdan, tandirchini ham gaplashib beramiz, o'zi olib kelib qurib, o'rnatib berib ketadi. O'zbekiston bo'ylab eltib beramiz. Hozir biz Navoiy viloyati Nurota tumanidamiz. Farg'ona Uchko'prikdan keldik. Pastda nomerlar qoldiramiz akalar. Mana shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib beramiz akalar, gazini bosamiz. Navoiy akalar. Didan keldik Navoiy viloyatiga. Xolos edi. Xizmat bor ekan mana. Xizmat qilyapsan, akalar orqali mana. Avvallar bor, biz bor mana. Yashang aka. Omon bo'lsin. Qo'llaring dard ko'rmasin sizlarda ham. Xohlasa mana tandirimiz yaxshi chiqsa, sifatli bo'lsa, nonlar yaxshi chiqarib, xalqimizga xizmat qilib, charchamanglar. Men ko'proq shu turibman. Nima deyapti akalar? Nurotaga qo'ygan apparatimiz mana ishlash boshladi. Buni ana betiga narsa sepsam bosaverami? Ha. Yo'q, shu tayyor bo'lgandan keyin sepaverasiz. Ha, bular kesaveradi. Ha, shu qo'lga surgan qanday uchramiz bu? Qalay apparat, amak bitta gapiring. Apparatda gap, katta yigit, baraka topinglar umrlaringdan. Topganlar kunlar yaxshi kunlar uchrashaylik. Nima ishlab qilmasang, rizq qo'llaringga yetsin. Rahmat amak sizga ham. Ilohim ishlaringizga omad. Yaxshi kunlarda yaxshi xalq xizmatini qilib, chiroyli nonlar chiqaravering. Yo'q, ko'kda uncha katta tortmaydi. Qarang.